Bitta nayni kelyapti, Rasululloh tomon kelgan ko'rib, o'ng qo'li bilan shunday qilib qo'lni ko'taruvdi. Haligi aytib kaftini olib kirib bu yoqqa chiqib qoldi. Tabiiyki har bir odamga o'xshab deyapti. Hamma alayhisalomlardan urg'asiga qo'noqyotgan mayerdagi kishi singan payg'ambarimiz attang bismillah desang bo'lardi-ya, bolam. Bismillah deb duosang senga jannatda qurilayotgan qasrni ko'radi. Aytamagan bo'lar. Uyda oshxonada ishlayapsiz, qo'ling bitta pichoq tilib ketsa nima dey? Bismillah dey. Voy demang. Voy harakatam demang. Nima dey? Bismillah. Har qancha musibatda bismillah Allohning nomi bilan ko'rishni o'rganing. Jannatda qurilayotgan qasrni ko'rasiz. O'tgan tarixda Fir'avnda ayoli Osiyo onamizga Fir'avn zulm berarkan, qaydasan desa Robbim Alloh degan. Urgan sari bismillah derganda. Jannatda qasr qurilayotgan qasrlarni ko'rib kulgan Osiyo onam. Xotinim jinni bo'lib qoldi bu degan Fir'avn. Ya'ni bismillah bilan bir musibatni kutib olishlik bu juda katta ne'mat. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Undan avval bismillah so'raganda, hali yerda bismillah desang, jannatda qurilayotgan qasrni ko'radi. To'g'ri, Talha ibn Ubaydulloh shu qo'li keyinchalik no'qqa sholib qoldi. Lekin kim uchun? Alloh uchun payg'ambarni